kontenerda bosamiz. Patronlik kerakli важный растение. Anaqa kungaboqar eng kerakli narsa deyapti. Uni qo'yaversangiz, o'zingiz pullaringiz ko'p bo'lib, otadiganlarni olaverasiz. Mana gullarni olib turib, mana quyoshlarni qo'yaverasiz otadiganlar. Shunaqa quyoshlarni yig'ib ketaverasiz. Ish qator qo'yib turib, shuni otadiganlar qo'ysangiz, uyog'ida qiz ketadi. Endi zombi chiqishni boshladi mana. Oxirida miya bayroq ko'tarib kelganda bu bosqich qiyin vanla keladi. Ya'ni o'zbekcha aytganda ko'proq zombilar keladi. Mana sekin ashunga yetib boradi zombilar chiqqanda. Shunaqa mana qo'yib oldik. Endi pulimizni yig'ib turib, otadiganlar qo'yaveramiz. Sekin 2ta, 3ta qilishimiz ham mumkin. Uyog'iga ham oshirishaveradi. Yana 5ta ortib qoldi. Bu o'zi o'yinimiz 5ta bo'lim bor. Buni har tarafidan qo'rqmaymiz. Bittasi o'zini maysazordan, mana ikkinchisi tunda bo'ladi. Uchinchisi basenda bo'ladi. To'rtinchisi bashenali, tumanli bo'lib kelganda bo'ladi. Beshinchisi oxirgisi tomda bo'ladi. Shunaqa otadiganlarni qo'yaveramiz. Oxirgi vanglar, ya'ni oxirida ko'proq keladi. Shuni hammasini o'ldirib olsa, bizga rastiniya, ya'ni o'simlik beradi. Mana narsa yutib oldik, ko'rganingizdek. Sizda yangi o'simlik bor deyapti. Vishnoya bomba, gilosli bomba, взрывает всех врагов поблизости. Yaqindagi hamma dushmaningizni portlatib demoqchi. Kanalga obuna bo'ling, doimo sog' bo'ling.